Yuridik klinik ta'lim bu davlat uchun ham muhim, jamiyat uchun ham muhim va unda yashovchi insonlar uchun ham muhim. Davlat uchun muhimligi nimada? Butun dunyoda access to justice degan tamoyil bor. Ya'ni adolatga bo'lgan huquq. Uning g'oyasi shundan iboratki, shaxs o'zining puli yo'qligi sababli huquqini himoya qilishdan mahrum qilinmasligi kerak. Bu davlatning vazifasida. Konstitutsiya bo'yicha davlat, bizda hozir yangi konstitutsiyada ijtimoiy davlat g'oyasi yana ilgari surildi. Davlat shunaqa yo'lni ta'minlab berish kerak. Bu birinchi davlat. Ya'ni bizni klinikamizda faoliyat yuritishi davlatning o'sha ijtimoiy funksiyasi hamda adolatga bo'lgan huquqni ta'minlashdagi bitta asosiy yo'nalish. Bir yilga masalan 4 mingga yaqin fuqaroga biz bepul huquqiy yordam ko'rsatadigan bo'lsak, bu degani xohlagan bitta minbardan chiqib gapirsa bo'ladi-ku, bizda mana tizim bor. Va bu tizim nafaqat bepul huquqiy yordam beradi, balki ikkinchi tomoni kadrlarni ham tayyorlashda bu ishlatiladi. Ya'ni bu yerda kim yutyapti? Universitet. Universitet mana aytdim, hozir 10 mingta talaba bitirsa, bizda deylik 200 ta 300 ta samolyot o'tagan bo'lsa, birga bir qo'ying, yaqqol ko'rinadi farqi. Shunday. Va uchinchisi fuqarolarning o'zi. Hozir bitta oddiy ariza yozish uchun, advokatga maslahat olish uchun falon pul deydi-da. Masalan, o'sha falon pulni qaysidir oila 1 oylik ro'zg'origa ishlatadi. Endi faraz qiling, biz 4 mingta fuqaro deyamiz, har bitta odamni bizga murojaat qilganning ortida kamida 2 ta 3 ta agar fuqaro bog'liq bo'ladigan bo'lsa, bu 3x bo'ladi, 12 mingta odam degan. Demak, g'oyasi bu yerda har bitta manfaatdor shaxs yutadigan g'oya. Davlatga ham, o'sha universitetga ham va jamiyatga ham foydasi bor. O'zim win-win strategiyasi bor ekan-ku, xuddi shunday.